O'zbek qizi Asal Amelia Muhammadxon. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Kanalimizga xush kelibsiz aziz muxlislarim. Bugun biz sizlarga Sent-Luis shahridagi Timberland maktabini bitiruvchilari va ularning ichidagi o'zbek qizi Asal Amelia Muhammadxonning yutuqlari haqida lavha ko'rsatmoqchimiz. Mana Familia Arenasiga Timberland maktabining 385 nafar bitiruvchilari kirib kelishmoqda. Ular o'z joylarini egallab, chiroyli bo'lib, mehmonlar, ota-onalar ularni kutib olmoqda. Mana Asal Amelia ham shu yerda. Maktab direktori so'zga chiqib, o'quvchilarni a'lo baholari, qaysi fanlardan yutuqlarga erishganlari haqida e'lon qilmoqda. Asal Amelia har bir fanni o'qiganda o'rnidan turdi. Biz bundan juda ham xursand bo'ldik. Mana o'quvchilarni taqdirlash marosimi boshlandi. Diplom bilan taqdirlanyapti ular. Asal Amelia Neroroma. Mana Asaloy diplomni olib, direktor bilan birga esdalik suratga tushyapti. Mason Thomas Murray. Frances Paige O'Brien. Mana Asala diplomini olib, o'z o'rniga kelmoqda. Maktab ma'muriyati bitiruvchilarga omadlar tilab, nihoyasiga yetkazdi. Biz ham Asalaga omadlar tilaymiz va uning yutuqlari bilan tanishib chiqamiz. Mana bu medali ilg'or kelajak sari medali. Bu esa akademik a'lochi medali. Bu unvonlari a'lochilar Amerika bo'yicha a'lochilar uyushmasining unvonlari. A'lochi 10 ta top o'quvchilar a'lochilik unvonlari. Bu diplomlar esa mana Asaloyning har bir sohada erishgan yutuqlarni ko'rsatib turibdi. Biz bular bilan faxrlanamiz. Asala bularga erishish uchun juda katta mehnat qilgan. Ham maktabni sportini ham rivojlantirishga o'z hissasini qo'shgan. Mana Asalaning yutuqlari, olgan diplomlari. U hamma soha bo'yicha summa cum laude. Hamma fanlarni a'loga bitirdi. Maktabni top 10% bitiruvchilari unvoniga ega bo'ldi. Mana uni ilg'or kelajak akademik a'lochi medali birinchi medali, ikkinchisi akademik a'lochi medali. Ilg'or kelajak medalni u maktab davrida universitet darslarini a'lo bahoga o'qigani uchun oldi. Ilg'or kelajak sari parvozingda senga omadlar va baxtiyor bo'lsin. Go'zal qiz, o'zbek qizi Asal Amelia. Mana u ota-onalari, oilamiz bilan birgalikda esdalik suratlarga tushmoqda. Bugun mana Asaloyni bitirish bayramini qildik. Oyog'ilardagi oyoq kiyimini yechib qo'yiladi yozib qo'yilgan. Yo'q bo'lsa Asaloyni, Asal Ameliani bitirish bayramiga xush kelibsiz deb yozgan. Uyga kirsangiz, yerda katta xush kelibsiz yana Amelia xonimni bitirish bayramiga. Bu yerda bo'lsa, mana barcha olgan gramotalari yillar davomida olgan yutuqlari, rasmlari, medallarini qo'yib qo'ygan, kechasida maktabga qo'ygan medallari, diplomi mana. Bu yerda esa futbolda o'ynagan yillarning rasmlari. Bu yerda esa 17-o'yin nomida o'ynagan futbolist. Bu yoqqa o'tsak, bu yerda mana mehmonxona.
mehmonxonada o'tirishdi mehmonlar. U nima arkantada rasm tushishdi. Tabriklaymiz bitiruvchi deb yozib qo'ygan. Bu yerda hammasi o'rtoqlari sovg'alarini, tilaklarini izhor qilishdi bu qutichaga. Bu yerda esa mana Asaloyni Mana Asalaning bitiruv marosimiga o'zini dugonalari hamda ota-onasini do'stlariga bo'lishib bayram qilib nishonlashmoqda. Agar sizga bu video ma'qul bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, hammaga baham ko'rishingizni so'rardik. Omon bo'ling. Yanagi videolarda ko'rishguncha. You're gonna have to tell me your blog. I want to see it.